Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Jahon chempionati saralashi Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreya bilan o'yinni o'ziga qulay bo'lgan maydonga ko'chira oldi. Jahon chempionati saralashi Osiyo mintaqasi 3-bosqich doirasidagi Shimoliy Koreya hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'yini Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tadi. Shunday qilib Birlashgan Arab Amirliklari Shimoliy Koreya bilan safar o'yinini o'ziga qulay bo'lgan maydonga ko'chira oldi. Jahon chempionati 2026 saralashi Osiyo mintaqasi 3-bosqich doirasidagi 7 hamda 8-tur o'yinlari 20 hamda 25-mart sanasida start oladi. 7-turda O'zbekiston terma jamoasi Qirg'iziston termasiga qarshi maydonga tushadi. Ushbu uchrashuv 21:00 da Toshkentning Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Qatar hamda Shimoliy Koreya o'rtasidagi uchrashuv soat 21:15 da Jassim bin Hamad stadionida start oladi. Eron hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi uchrashuv 19:30 da Erondagi Ozodiy stadionida start oladi. 8-tur uchrashuvlari esa 25-mart kuni start oladi. 8-turda Eron O'zbekiston terma jamoasi bilan bahs olib boradi. Ushbu uchrashuv 19:30 da Tehrondagi Ozodiy stadionida bo'lib o'tadi. Shimoliy Koreya hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi uchrashuv esa soat 21:15 da Saudiya Arabistonining Shahzoda bin Fahd stadionida bo'lib o'tadi. Qirg'iziston hamda Qatar terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv esa soat 19:45 da Bishkekdagi Omurzakov stadionida start oladi. Har ikkala uchrashuvda O'zbekiston terma jamoasiga omad va g'alaba tilab qolamiz.